Milliy sertifikat 16-kun savoli berilgan ma'lumotlardan foydalanib katta aylana radiusini topishimiz kerak. Bizlar bilamizki, O1 dan A nuqtagacha bo'lgan masofa 2 ga teng, ya'ni radius O2 dan B gacha bo'lgan masofa 6 ga teng. Ya'ni u ham radiusni beradi. O1 va O2 nuqtalarini tashlashsam, menda to'g'ri burchakli trapeziya hosil bo'linadi. Ya'ni biz bilamizki, radius har doim urinmaga perpendikulyar. S va D nuqtalarini tashlashsam, u menda katta aylana markazidan o'tadi. Va e'tibor bersak, SD to'g'ri chizig'imiz ikkita kichik aylanaga urinma bo'lib, perpendikulyar u ham bizda. E'tibor bersak, bizlarda ikkita to'g'ri burchakli trapeziya hosil qilindi. O1 A B O2, O1 S D O2 va asoslar ham bir xil bo'lyapti. 2 2 6 6 va yon tomoni umumiy bo'lyapti O1 O2 va bundan xulosa qilish mumkinki, AB kesmasining uzunligi CD kesma uzunligiga teng. AB teng CD. Bu yerda AB kesmani R orqali ifodalab, CD kesmani R orqali ifodalab, tenglama yechib, Rni topishimiz kerak. Ishlanish yo'li shunday. A'ni alohida topamiz. A'ni topish uchun men O1 dan perpendikulyar tushiraman. Balandlik, ya'ni A O1 ning proyeksiyasi 2, bu yerda qolgan qismi R-2. Endi O1 va O nuqtani tashlashsam, menga gipotenuza uzunligi 2 plus R ga teng bo'lgan. Pifagor teoremasi bo'yicha A kesma uzunligi, ya'ni balandlik gipotenuza kvadratidan ayiraman katet kvadratini R-2 ning kvadrati. Bu yerda natija 2 ildiz ostida 2R. Xuddi shunday B'ni ham shunday topamiz. O2 dan perpendikulyar tushiraman. Perpendikulyar va B O2 ning proyeksiyasi 6 ga teng. Qolgan qismi R-6. O2 nuqtani tashlashsam, gipotenuza uzunligi 6 plus R ga teng bo'lgan. Endi mana shu balandlikni, ya'ni B'ni topsak, B gipotenuza R plus 6 ning umumiy kvadrati minus katet R minus 6 ning kvadrati. Bu yerda natija 2 ildiz ostida 6R. Endi AB kesma uzunligi ikkalasining yig'indisi 2 ildiz ostida 2R plus 2 ildiz ostida 6R. Xo'sh, endi CD kesma uzunligini bu yerda to'g'ri burchakli uchburchaklar uchun foydalanamiz. O1 OS, O2 OD. Dastlab O'sini topsak, menda gipotenuza R plus 2 ga teng, umumiy kvadrati minus ayiraman katet kvadrat, ya'ni 2 ning kvadrati 4. Bu yerda soddalashtirsak, ildiz ostida R kvadrat plus 4R. O'dini topamiz endi. Bu yerda gipotenuzaning kvadrati 6 plus R, umumiy kvadrat ayiraman katet kvadrat 36 teng ildiz ostida R kvadrat plus 12R. Shu bilan CD kesma uzunligi ikkalasining yig'indisidan iborat. Bizlarda ildiz ostida R kvadrat plus 4R plus ildiz ostida R kvadrat plus 12R. Bizlar ko'rsatib o'tdikki, AB bilan CD kesmalarimiz teng uzunliklari. Endi tenglama yechamiz. AB kesma uzunligi 2 ildiz ostida 2R plus 2 ildiz ostida 6R teng ildiz ostida R kvadrat plus 4R plus ildiz ostida R kvadrat plus 12R. Tenglikni ildiz ostida R ga bo'lamiz va menda hosil qilinadi 2 ildiz ostida 2 plus 2 ildiz ostida 6 teng ildiz ostida R plus 4 plus ildiz ostida R plus 12. Kvadratga oshiramiz. Kvadratga oshirganda 32 plus 16 ildiz ostida 3 teng 2R plus 16 plus 2 ildiz ostida R kvadrat plus 16R plus 48. 2 ga bo'laman tenglikni. 16 plus 8 ildiz ostida 3 teng R plus 8 plus ildiz ostida R kvadrat plus 16R plus 48. Xo'sh, bu yerda
ildiz ostida r kvadrat plus 16r plus 48 teng deyman. 16 bu yoqqa minus bo'lib ketsa, 8 plus 8 ildiz ostida 3, 8 ni havas oldiga chiqarib 1 plus ildiz ostida 3 deyman. Minus r. Tenglikni ikkita tomonni kvadratga oshiraman. Menda hosil qilinadi r kvadrat plus 16r plus 48 teng 64. Qahvasini kvadratga oshirsam 4 plus 2 ildiz ostida 3 minus 16r 1 plus ildiz ostida 3 plus r kvadrat. R kvadratlar bizlarda ketadi. 0 bo'lib menda qolgani 16r plus 48 teng 256 plus 128 ildiz ostida 3 minus 16r minus 16 ildiz ostida 3r. Endi bu yerda rlarni bir tomonga, sonlarni bir tomonga yig'amiz. 16r qo'shiladi, jami 32r. Plus 16 ildiz ostida 3r. 48 10 tarafga minus bo'lib ketsa 208 minus plus 128 ildiz ostida 3. Bu yerda 16 ga bo'lsam tenglikni havas oldiga 16 ni chiqaray dastlab 2 16r ni shunda 2 plus ildiz ostida 3 bu yerda 208 plus 128 ildiz ostida 3. Shu bilan radiusim 16 ga bo'laman. 13 plus 8 ildiz ostida 3 taqsim 2 plus ildiz ostida 3. Irratsionaldan qutkarsam mahraj 1 ga teng bo'ladi. Shu bilan 13 8 ildiz ostida 3 va 2 minus ildiz ostida 3. Hisoblasak 2 plus 3 ildiz ostida 3. Radiusimiz mana shundan iborat. Ya'ni u menda A sharti javob edi. B sharti doira yuzi, ya'ni pi r kvadrat. Kvadratga oshiraman. Kvadratga oshirsam 31 plus 12 ildiz ostida 3. Javobimiz mana shundan iborat.